Chashkichilarga zo'r, oson deb o'ylashadi. Mazza deydi. Yo'q, mazza emas. Hozir chashki zakaz tushgan. Soat uzun obed vaqtiga qoldi. Ertalab choy ichishga vaqtimiz bo'lmadi. Kech ketganmiz ishdan. Ko'zlarimizdan ham ko'rinib turibdi. 1-2 da uxlaymiz. Ertalab 10 da keldik, ish boshladik. 12 bo'ldi. Ovqatlanishga ovqatimiz bor. Yomon emas, yaxshi. Mana, rahmon, yaxshi. Lekin vaqtida yeyolmas. Mana hozir zakaz tushib ketdi. Shashlik pishirib berish kerak mijozga. Lekin ayrim bir kafe egalariga aytmoqchiman, ishlatyapsizmi, siz pulni bering. Bermay qo'ymang, xiyonat qilmang, haqqini yemang. Bering pulni. Chunki u ham sizga o'xshab bola qilib harakat qilyapti. Uyqusidan, sog'lig'idan kechyapti. Hamma narsa Allohga. Qiyomatda qolib ketmasin. Qiyomatda qolib ketsa, javob bo'ladi. Çok ko'ryapsizmi shuni? Shu ko'zga kiritish ehtimoli. Bundan chiqadigan o'g'il, dutun. Hamma sog'liqqa zarar. Sog'lig'ini, umrini, vaqtini shu pulga tikib, bola chaqasini boqqanan kelgan. Yoshingiz mumkin, pulni turib berayotganlarga emas, bermayotganlarga yaxshi xizmat haqi bering pulga qarab. Faqat foydani o'ylamang. Qolib ketadi bu dunyoda. Qo'yyapmiz. Bu hafta klientlarimiz, mijozlarimizga nazarlar pishirib beramiz. Talashishadi 50 ming so'm pulga, misol 200 ming so'm bermoqchiman deydi, 250 ming deydi, lekin oiladan uzoq, ota-onadan farzanddan uzoqda ishlashadi. Vaqtida choy icha olmaydi. Chunki hamma bir vaqtda ochmaydi. O'sha ochgan vaqtida pishirib bermasa bo'lmaydi shashlikda. Nimaga ovqat bo'lsa ham somsa bo'ladimi, shashlik bo'ladimi? Mana vaqtida uxlamagan mana shunday ko'zlar shishib ketadi. Mana bu butun o'pkaga zarar. Shuning uchun ketayotgan vaqtida ishdan peshonasi qopmasi pulini bering. Ustani, oshpazni haqqini berish kerak. Onun cevabı